Muslima ismini eshitganda ko'pchilik shunchaki dindor qiz deb tasavvur qiladi, lekin bu ism egasining qalbida qanday buyuk xotirjamlik kuch yashiringanini bilasizmi? Bu ism qadimiy arab tilidan olingan bo'lib, taslim bo'lgan, itoatkor, eng va muhimi tinchlikka erishgan degan ma'nolarni anglatadi. Muslima bu shunchaki ism emas, bu ichki uyg'unlik ramzidir. Muslima ism qizlar tug'ma adolatli va o'ta mehribon bo'lishadi. Ularning qalb dunyosi juda keng, lekin har kimning ham u yerga kirita berishmaydi. Ularning eng kuchli tarafi sabrda, eng qiyin vaziyatlarda ham ular atrofdagilar uchun umid chirog'i bo'la olishadi. Bir sirni aytaymi, Muslima ismli insonlar tashqaridan juda yumshoq ko'ringani bilan kerak bo'lganida po'latdek kuchli irodasini ko'rsata olishadi. Ular sevgi, sadoqatni hamma narsadan ustun qo'yishadi. Siz doimo qalb xotirjamligida bo'ling, chunki ismingiz o'zi sizga himoya. Videoni o'zingiz tanigan eng yaxshi muslimaga yuborib qo'ying.